Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Timur. Bugun men sizlarga paket opsionda $1 razgon qilib ko'rsatib beraman. Ko'rganinglardek balansimizda $1.92 bor. Boya $1 ga bitim ochib 92 sent foyda qilib qo'ygan edim. Ushbu razgonda OTC valyutada qilamiz. Nimaga OTC valyutada? Sababi birinchidan bugun ishlamaydi. Haqiqiy forex valyutada bugun ishlamaydi. Ikkinchidan paket opsionda, binarniy opsionda razgon qiladigan bo'lsanglar 50% sizlarda biliminglarga 50% tavakkalga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun katta haqiqiy forex valyutalarda razgon qiladigan bo'lsanglar kamida 1 minutga bitim ochsanglar bo'ladi. U birinchidan sizlarda razgoninglar cho'zilib ketishi sababchi bo'ladi. Ikkinchidan katta ehtimol bilan ba'zida minus qilib qo'yishinglar mumkin bo'ladi, lekin unutmanglarki, qaysi valyutada nimada qilsanglar ham razgon o'ta xavfli narsa. Katta ehtimol bilan butun boshlik balansinglarni yo'qotish ehtimolinglar katta bo'ladi. Shuning uchun risklarni hisobga olinglar. O'tisning yaxshi tarafi 5 sekundga bitim ochsanglar bo'ladi. Tez ochib razgonda qo'ysak bo'ladi, lekin stabil ishlash uchun OTCda ishlamanglar. O'sha balansinglar $100 dan oshiqmi, to'lka bez OTC valyutada ishlanglar. S30 ga o'tsak bizda asosiy trendimiz buy ekan. Buni belgilab olsak, bizga razgonda kerak bo'ladi. Mana bunday qilib mana holatda belgilasak, atak yorib chiqibdi-yu, lekin afalak ketmaslik ham mumkin. 5 sekundlikka qaytamiz. Yaxshi vaziyatda kutishimiz kerak bu yerda. Tak. Pastga bitim ochamiz. $1 ga pastga bitim ochdik. Hozir tushuntiraman nega ochganimda. Endi tushuntirishga uncha vaqt bo'lmaydi-yu, lekin qo'ldan kelgancha tushuntirib o'tishga harakat qilaman. $2 qo'ysak, yaxshi vaziyatda kutishimiz kerak vayda baribir biz. Qanday holat bo'ladigan bo'lsa ham. Shoshilish kerak emas. Mamut tebada ham bizda trend liniyamiz bor. Bunga ham trend liniyani tortib qo'ysak, ancha bizga nima bo'ladi? Pastga ochamiz. Mana shundaylar o'zi mamut trend tortgandan keyin bo'ldi. Ikkinchi bitim ham foyda topildi. Mana bu trend bor, juda ham chiroyli. Pastga tortishimizda keragi yo'q. Bu yerda balans $4 bo'pti. Yaxshi bu. $4 olgan bo'lsa, $4 qilib yana bir yaxshi vaziyat kutamiz. Past ko'rishimiz, yurish kerak, yana bitta yuraversa, zo'r bo'ladi. Yana bitta ishlab berdi bu analiz. Bunday holat juda ham zo'r ishlaydi. Paket opsionda, binarniy opsionlarda, kichik time frame'larda prям zo'r ishlaydigan mamutdan ushlashimiz kerak edi. Mayli, o'sib pastga ochamiz, zo'r joydan ushladik va bir nima bo'lgan taqdirda ham yaxshi ketma-ket osonlikcha foydamizda qilib ketyapmiz. Ana endi sekin shoshmay yaxshi vaziyatlarda kutishimiz kerak. O'zi telefonda qilib ko'rsatmoqchi edim, lekin telefonda qilish qiyinroq. Ya'ni kompyuterda mana shunday ko'radigan bo'lsanglar grafikda. Telefonda sizlarga mana bu ko'rinadi. Tushunasizlarmi? Bundan ham kichkinacha ko'rinadi. Bundan ham ancha kichkinasi ko'rinadi. Ya'ni analiz qilish yo'q ehtimolinglar ancha kam bo'ladi. Katta ehtimol bilan minus ko'rish ehtimolinglar ko'p bo'ladi. Agar kommentariy yozib ketsanglar, keyingi safar telefonda ham razgon qilib ko'rsatib beraman. Yana bitta ochamiz. Mana bu qaranglar, mana bu chiroyliligini qaranglar. Ketma-ket ushab foyda qilib ketyapmiz, bor-u, gap yo'q. Ikkita ochamiz. Buni ham yopamizmi? Buni ham foydada yopamiz. Ana zo'r. Chotki. Endi shoshilmaymiz. Hech kim shoshilgani yo'q bayda. Bizga muhim foydamizda ketishimiz kerak. 5 sekundga bitim ochyapmiz. $35 qilsak, balans $37 bo'libdi. Yana bir yaxshi vaziyatda kutishimiz kerak. Narxda zo'r holat bo'lishini hozircha hech qanday holat yo'q bizda. Zaryadka kam qolibdi. Mayli, hech narsa qilmaydi. Yaxshi vaziyat kutishimiz kerak. Yaxshi vaziyat ochamiz. Yaxshi joyga keldi. Voy, gap yo'q. Ronay $70 bo'ldi balans. Bunisi zo'r bo'ldi. Bizni bitimda foydada yopib, botib ketgani normalniy bo'ldi. Pastdan o'xshirmas edi. O'sha bitta joydan qutulib qoldik. Bitta minusga tuxoradigan joydan.
Endi shunaqa, agar kichkina balansi bo'lsa, OTCda shunday tez qilib, bilim bilan tavakkal qilib, eplab, foyda qilib, razgon qilsalar bo'ladi, lekin постоянно o'xshamaydi. Risk o'ta katta, 99% holatda pulinglarni yo'qotasizlar. Ancha opit kerak, unday holatda ham doimo foyda qilib yuramisizlar. Kommentariyada silka bor, o'sha orqali Telegram kanalimga o'tib qo'yinglar. Telegram kanalda bo'ladi juda ko'p ma'lumotlar. Balani hozir 50 qilsak pastga o'xshaymiz. Mana bu yerdan yurish kerak, yurib berdi, gap yo'q. O'shaning uchun $50 qilganman, chunki $70 ko'rganimda hozir 0 da qolardik. $50 minus topilgan ham baribir chiqsa bo'lardi. Ochganim sababi mana bu kattaga o'tsak, mana trendni zonasiga kelgan. Plus pinbar hosil bo'lgan. Hozir yaqinlashsam cho'zilib ketyapti. Mana uzoqda tursa, mana bu pinbar ko'rib turibsizlar, pinbar hosil bo'lgan. Balans уже $116 bo'ldi. Mana o'zinglar ko'zinglarda mana oldida $116 ga olib chiqdik. 100 qilsak, 100 agar minus yopilsa ham $16 dan ko'tarish ehtimolimiz bo'ladi. Biz pastga ochamiz. Tak, hech qanday qaltis harakat kerak emas. Gap yo'q. Keyingi bitim ham foyda yopildi. Balans $208 bo'ldi. Rovna $208. Bayda nima qilsa ekan, bayda bitta $8 bitim ochilgan ekan. Men kutiladi bitta $8 bitim ochamiz. Foyda yopilsa yopildi, bo'lmasa balans rovna $200 bo'lib qoladi. Ochamiz. Menimcha yopilmaydi foydada. Mayli, minus topildi. 200 ga hozir bitim ochishimizda kerak yo'q. Balansimiz rovna $200 bo'ldi. $1 da $200 ga olib chiqdik. Bu o'ta zo'r natija. Lekin riski katta. Sizlar kommentariyadagi silk orqali Telegramga o'tib qo'ysanglar, mana shu barcha bilimlarimni, bepul darslik signal hammasini sizlarga tekinga o'rgataman. Mana balansni $200 ga olib chiqdik. Mana bu kommentariyada silka qoldirganman. Mana shu silka orqali Telegramga o'tib zayiqtirsanglar, men sizlarni barchalarni qabul qilib qo'yaman. Mana bu bizni istoriyalar ko'rishingiz mumkin. Mana hammasi ketma-ket narvan cho'tka oxirida bitta $8 minus bo'ldi. U $8 da o'zim minus bo'lishini xohlagandim, chunki $200 pursa va sizlarga chiroyli ko'rinadi. Keyingi videolarda, keyingi darsliklarda ko'rishguncha Telegramga o'tishni eslardan chiqarmanglar, o'tib qo'yinglar. Ertagadan yoki indingidan давайте dushanba kundan bozor ishlaydi, dushanba kundan hammani qabul qilib bosamiz.